Assalomu alaykum do'stlar, kanalim shu sizlarning kanalimda ko'p turgan xursandman. Bugungi videolarimizni sizlar bilan birgalikda oddiy o'yin uchun qanaqa AirPods'larni, Bluetooth'li AirPods'larni qaysi birlari to'g'ri keladi o'yin uchun, oddiy sharoitda, ko'cha sharoitlarida qaysi birini ishlatib yursak bo'ladi, qaysi birlari zadeshkasiz keladi va ularni keladigan narxlari qora bozordagi narxlarni ko'rib chiqamiz barchasini. Biz sizlar bilan hammasini birma-bir obzor qilib chiqamiz. Hozir yonimda bir 15 tadan oshiq AirPods'lar bor. Sizlar ko'pchiligini ishlatib ko'rgansizlar o'yin ichida, ko'pchiligini ishlatib ko'rmagansizlar. Barchasini ko'rib birgalikda obzor qilib chiqamiz. Tayyor bo'lsanglar, sizlarni ishsiz to'limga taklif qilaman. Marhamat. Xo'p do'stlar, boshlanishiga mana shu ko'p turganingizdek arzon AirPods'lardan boshlaymiz. Ko'pchilik bozorlarda, do'konlarda uchratgan mana shunday i12 Ultra Buds Max hozirgi kundagi eng ko'p sotilayotgan, eng ko'p trenddagi AirPods'larimiz va mana bunisi oxirgisi Pro 5 arzon naushniklarimizdan birlari bular. Bularni zaryadkalari haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam, bular o'yin uchun bo'ladimi? Avvalo, o'yin uchun bo'ladimi yoki oddiy ishlatib yursak bo'ladimi, qanaqa holatlarda mumkin deydiganlar uchun bular ko'proq asosan o'yin uchun hech qaysi biri yaramaydi. To'g'ri, eshitishinglar mumkin, o'yinda eshitib o'ynashimiz mumkin, lekin zadishkalari bor bularda. Albatta har bittasini zadishkalari bor, farq qiladi. Ozgina o'yindan 1 sekund, ozgina qanchadir millisekund bilan farq qiladi. Barchasini sanab ko'rganmiz. i12 keladigan hozirgi kunda eng ko'p sotiladigan AirPods'larimiz oddiy boshlang'ich byudjet uchun bo'ladigan eng birinchi AirPods'lardan biri. Keyin buni sizlar ochib ko'ramiz. Har birini ochib obzor qilib ko'ramiz. i12 ni ochib ko'ramiz. Buni albatta sotiladigan hozirgi kundagi narxlar bilan albatta ochish davomida tanishtirib o'taman. i12 hozirgi kunda bozorlarda 35 ming so'm, 40 ming so'm sotiladi. Asli uni Optimlarga olinadigan narxlari, Optimga oladigan narxlarni biz hisobladigan bo'lsak, 35 ming sotiladigan bo'lsa, bu taqdirda ham 15 ming yoki 12 ming, 17 ming shunaqa narxlarda yetib keladi. AirPods'lar ko'pchilik Optim oladigan narxlarda. Ochilishi qiyin bo'lyapti. Va bizda ko'rib turganimiz AirPods mana bu. Shu AirPods'imiz ochilgan bo'lsa oddiy bu mana bunday zaryadkasi mana shunday holatda bo'ladi. Quloqqa ham mana taqib ko'raman. Quloq o'rnashi mana bunday yonib o'chib turish holatlari bor. Mana shunaqa. Zaryadkalari esa korobkasiga olish mumkin. Biz buning ichida albatta buni aytib o'tishim kerak. Oddiy kabelimiz chiqib keladi. Lighting kabel, oddiy prostoy lighting kabel. Ular zaryadkalar albatta 1 soat, 1,5 soatlarga yetib qolishi mumkin albatta. Keyin nimasida farq qiladi qimmatroq AirPods'lardan desalar, bular ko'proq bitta qulog'i ishdan chiqib qolish ehtimoli ko'p. Hop, i12 ni tanishtirib o'tdik. Endi bu bizga kerak emas va endi undan keyingisi Ultra Buds Max AirPods'imiz. Buni narxlari hozirgi kunda 45 mingdan 50 minggacha sotilyapti. Bu AirPods'larimiz 50 ming sotilyapti, sotiladigan narxlari. Hop, bularda ishlatish ko'pchilik trendga aylantirib yubordi. Asosiy trendga aylangan narsasi mana bu foizlari, ko'rsatib turadigan foizlari bu. Ko'pchilik shunga qiziqib sotib olyapti bu narsani. Buni arzonlashtirib yubordik o'zimiz do'konlarimizda 40 ming so'm qo'ydik. Hop, Optimga keladigan narxlarni beradigan bo'lsak, sizlarga 25 ming, 20 ming so'm Optim narxida beriladi. AirPods'imiz Optim 25 ming narxlarda keladi. Bundan arzonroq esa 12 ming, 10 ming shunaqa narxlarda, skidka narxlarda yetib keladi bizga. Bu AirPods'imiz ham o'yin uchun hech qancha yaramaydi. Zaryadkalari 1 soat, 1,5 soatga yetadi. Yashirmasdan aytib o'tamiz. Mana shunday tarzda zaryadka oladi. Zaryadka olishlari. Buni ko'proq ba'zilari tekshirib olishni talab qilamiz, chunki ko'pchilik mana arzon AirPods'larda zaryadka bitta quloqchadan ishlamay qolishi mumkin. Ya'ni uzoqroq masofadan sotib oladigan bo'lsangiz, bitta quloqchadan ishlamay qolishi mumkin, bitta quloqchadan ishlashi mumkin. Mana shunday tarzda zaryadka oladi. O'yin uchun albatta bular ham tavsiya etilmaydi. O'yin uchun umuman hech qancha zaryadkasi yetmaydi. Bular ham shu i12 dek 1 soat, 1,5 soat zaryadkaga yetib berishi mumkin bizga. Undan keyingisi Pro 5'imiz. Pro 5 bu ham eng ko'p sotiladiganlardan biri edi oldin. Birinchi chiqadigan paytlar, AirPods'larga qiziqadigan paytlar quloqda ham juda kichkina bo'lib turadi. Shuni ham ochib ko'ramiz. Buning narxlari 60 ming, 50 ming sotiladigan AirPods'larimiz ular. 60 ming, 50 ming sotiladi. O'yin uchun bular ham tavsiya etmaymiz. Bularda ham o'yin uchun hech qanchaga yetmaydi. Shunday o'tiladi.
Mana bu yerda oqladi ham ozgina bo'lishi mumkin. 15 metrgacha masofaga yetadi. 15 metrgacha ishlashi mumkin. Zaryadkasi 1,5 soat 20 minut 2 soatlarga yetadi deb yozilgan, lekin asli unaqa emas. Unaqa yetmaydi. 1,5 soat. Lekin oddiy ishlatadigan bo'lsak 1 soat, 1,5 soat ketishi mumkin oddiy holatlarda bularga. Mana bunday kichkinagina bo'ladi. Albatta ko'pchiligimiz ishlatib ko'ryapmiz mana shu iPod'larni. Kichkina, o'zi ham kichkinagina bo'ladi. Quloqda turadigan bo'lsak, quloqga mana bunday holda qo'yib qo'yamiz. Mana kichkinagina bilinmaydi. Mana shunday tarzda ishlatishga yaxshi. Ular 1 soat, 1 soat 20 minut bunaqa holatlarga yetadi. Buni ham zaryadkalari lighting iPhone zaryadkalarida boshqa narsa chiqmaydi ichida shu kabel. Hozir shu ikkovini obzor qilamiz. O'yin uchun bo'ladimi yo'qmi deydiganlar uchun mana shu ikkovini obzor qilamiz. Xo'p, birinchisi mana bunday arzonroqdan boshlaymiz. Ular 90 ming so'm narxlarda sotiladi. 90 mingdan 110 minggacha sotiladi bular. Olib yetib olamiz. 90 mingdan 110 ming, 120 mingga sotiladi. Ayrim joylar do'konlarda bular ko'proq narxda sotiladi. Masalan, 150 ming, 180 minggacha bo'lsa, iPhone'ga tushadi deb animatsiyalari mana bunday emblemalar borligi uchun ko'pchilik mana buni shtrix-kodlari borligi uchun qimmat narxda sotishi mumkin. iPhone'ga tushadi deb mana bunday ochishlari bilan, lekin aslida unaqa emas. Mana bunday ochamiz. Va biz buni ichida chiqargan narsa albatta makulatura ko'proq ichida qanaqa funksiyalarni ko'rsatadi, qayerni bossak nima chiqishlarini, qaysi funksiyalar bajarishini ko'rsatadi. Ichida korobkasi oddiy ishlangan, kabel esa bir tomoni Type-C, bir tomoni Lighting holatda bo'ladi. iPod'imizning o'zi esa mana shu shunday o'ramga o'ralgan. Qayerdan chiqarar endi bu? Shuni chiqaramiz. Ko'pchilik holda mana shunday yashil holda yonsa, ochgan holatlarda yashil holatda yonadigan bo'lsa, olgan taqdirlarda zaryadkasi uzoqroq ketishini ko'proq anglatadi. Zaryadkasi uzoqroq ketadi. Chunki qancha vaqt ko'proq turib qolgan taqdirda ham agar ochadigan bo'lsangiz, zaryadkasi turgan bo'lsa, demak buni zaryadkasi uzoqroq bizga xizmat qilib beradi. Bular zaryadkalarni keladigan bo'lsak 2 soat, 2,5 soat, ba'zida 3 soatgacha yetishi mumkin bu zaryadkalar. Kun davomida bemalol idishini o'zini ishlatib, zaryadkasini to'ldirib turib, kun davomida ishlatishimiz mumkin. Unda ham bir kamida 12 soatgacha yetib bersa kerak, men doim ishlatadigan bo'lsak. O'yin uchun keladigan bo'lsak, o'yin uchun bilinar-bilinmas, endi haqiqiy professionallar uchun qanchadir bilinishi mumkin, lekin biz uchun uncha bilinmaydi. Oddiy ishlatadigan PUBG va boshqa narsa o'ynaydiganlar uchun ozgina farq qilib qolishi mumkin. Zaryadkasi haqiqiy professionallarga ozgina farq qilib qoladi, lekin ishlatish o'yin uchun yangilar uchun bemalol ishlatsa bo'ladi. Zaryadkasi birozgina kamroq bo'ladi. Narxlar, Optum narxlariga keladigan bo'lsa, Optum narxda sotiladigan narxlari bularda 50 ming so'm, 50 ming so'm shunaqa narxlarda sotiladi Optum narxlarda, lekin ularga yetib boradigan narxlari 35 ming, 25 ming narxlarda sotiladi bu narxlar. Birozgina ularga hozirgi arzon iPod'larga qaraganda narxi birozgina qimmat. Ko'rib olishingiz mumkin. Mana shunaqa brendda mana bunday xil yozuvlarda sizlarga taqdim etiladi sotiladiganlar. Bundan keyingisi birozgina qimmatroq, bular 150 ming, 180 ming sotiladigan iPod'larimiz. O'rami oddiyroq bo'lishi mumkin, lekin sifati birozgina kuchli bo'ladi. Bular ham bez vakuum, nargiga qaraganda uzunroq, chunki bular AirPods'da boshqacharoq, uzunroq, quloqda uzunroq turadigan variantda bu. Bundan oldingi variantimiz quloqda kichkina turadi. Bunisi qora rangdagi AirPods bular 150-160 ming sotilsa, Optum narxlarimizda 110 ming, 90 ming shunaqa narxda Optum narxlarda beriladi ko'pchiliklarga. 80 mingga ham berilgan paytlari bo'lgan Optum narxida sotiladi. Asosiy kelib boshqa odamlarga kelib sotilishlari esa boringini bu yerda bir 50 ming, 60 ming, 40 minggacha beriladi. Optum ko'proq oladigan sotuvchilar do'stlarga ko'proq ozroq beriladi. Quloqda turishlarini ko'radigan bo'lsak, mana bunday matviy holatda bo'ladi. iPod's o'zi matviy holatda chiqariladi. Yumshoq silliq variantda. Uni ham zaryadkalarni ko'rgan bo'lsangiz, zaryadkasi bor. Endi buni ham zaryadkasi uzoqroqqa yetadi. Quloqda turishini ko'rsanglar, quloqda ham qora rangdagisi, oq rangdagisi farqi yo'q, lekin quloq qora rangda o'xshash turadi.
Lekin qora rangdagi ham ko'proq zadishkasi kamroq bo'ladi bunaqa rangdagi. Mana shu hozirgi ko'rsatganlar buni ham modellarini ko'rib olishingiz mumkin. Mana bunday bunaqa modelda bo'lganlarini bemalol qidirib topsanglar bo'ladi. Zaryadkasi uzoqroq edi shularda. Bularning zaryadkalari 160 170 bo'lgan iPods'larimizning zaryadkalari 3 soat, 4 soat kamida yetib beradi. Zaryadkasi idishini o'zi esa bir kunda bemalol bir kun yoki 2 kun ichida bemalol zaryadkasi bo'ladi. Zaryadkasi uzoqqa yetib beradi. O'yin uchun zaryadka keladigan bo'lsak, PUBG Mobile va boshqa o'yinlar uchun zaryadkalari ozgina farq qiladi. Farq qilmaydi, ya'ni qanaqa holatda farq qiladi. O'yin o'ynayotganda ozgina farq bo'lishi mumkin. Ya'ni zaryadkalar berish mumkin. Bir qanchadir millisekund, lekin unchalik zaryadkasi yo'q bo'lgan ham professional uchun bilinishi mumkin, lekin oddiy o'yinchilar uchun hech qanaqa zaryadka bilinmaydi. Endi eng oxirgi bozordagi eng oxirgi sotiladigan, eng qimmat sotiladigan AirPods'larimiz AirPods Pro'lar. Mana shu 3 xil turdagi AirPods'larimiz. Mana buni eng ko'p qimmat sotiladigan AirPods'lar deb ko'rsatishibdi. Mana bunday monitorlari borligi uchun. Lekin aslida bular o'yin uchun yarab beradi. Zaryadkalari hech deyarli yo'q, deyarli zaryadkalari bilinmaydi. Mana buni narxiga kelganda bular 180 mingdan 250 minggacha sotiladi. 220 minggacha sotiladi. 220 minggacha sotiladi. Bularni ochib ko'rganmiz. Bu yerda modellarni ko'rish mumkin. Qanaqa yozuvda chiqib kelishlaringizga ko'rsanglar bo'ladi. AirPods Pro. Ichida vakuumli добавочный vakuumlar chiqadi. Kabellar esa Type-C va Type-C. Ikki tomonlama Type-C kabellarimiz tushadi. Ichida добавочный vakuumlari bor. Ichini ochib ko'radigan bo'lsak, ichini ochganda mana lekin bularda mana bunday holati bor. Mana bunaqa zaryadkasi uzoq ketmasligi ehtimoli bor bular. Chunki mana ochganimizda zaryadkasi yo'q. Boshqa oldingilarda zaryadkalari bor edi, bularda yo'q. Ham lekin bu vakuumlik. Ko'pchilik bunaqa bez vakuumni suyadi, ko'pchilik vakuumligi bo'lishi kerak deydi, lekin mana bunaqa zaryadkasi yetmaydi bularda. Xo'p, optim narxiga keladigan bo'lsak, optim narxlari 110 mingdan 90 minggacha beriladi buni AirPods narxlari. Kirishlari esa 70 ming, 60 ming shunaqa narxlarda yetib keladi bozorlarga. Undan keyingisi xuddi shuni qora varianti, hozirgi ochgan AirPods'imizning qora varianti bu. Qora varianti esa birozgina ustidan shu telefonlar, shu AirPods'lar ustidan 20-30 ming farq bo'lishi mumkin, lekin farqi kuchli deb ba'zilar sotishi mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Farq kuchli deyish mumkin, lekin bular farqi faqatgina rangida va narxida. Boshqa farqi va asosiy oxiriga keladigan AirPods'imiz monitorlik NC AirPods'imiz. Buni ko'pchilik uzunda olgan bo'lishi mumkin. 250 ming, 280 ming sotiladi bu AirPods'larimiz. O'zim ham ishlatganman buni. O'zim ishlatgan AirPods bu. Hozir ham ishlataman. Monitorlik AirPods'imiz bu. Mana bunday ochamiz. 280 minggacha sotilgan AirPods bular. Mana bunday funksiyalari bor. o'ng chap quloqda nazoratlari, mana yaqindan ko'rishingiz mumkin. o'ng chap quloq nazoratlari, tillarni o'zgartirsa bo'ladi. Animatsiyalarni o'zgartirsa bo'ladi, ovoz boshqarsa bo'ladi. Telefon bo'lib olgandan keyin barcha funksiyalari bor unda. Ochadigan bo'lsak, bu ham vakuumli, lekin buni birgina funksiyasi yoqmaydi menga. Mana bu yerda quloq taqmangizdan keyin datchiklari bor. Quloq taqib harakat qilganingizda o'chib qolishi, to'xtab qolishi, shunaqa odatlari bor. O'zini o'zi to'xtab turib, yana o'zini o'zi ishlab ketadi. Shunaqa bu narsalarni sotilayotganda, olinayotganda quloq yotganda xalaqit berishi mumkin. Ichidan chiqadigan narsa esa albatta vakuumlari va Type-C kabellar. Tomonlama Type-C kabel shu. Funksiya asosiy afzalligi o'sha monitori borligida, lekin boshqa farqi yo'q. Ovozlari yaxshi, zaryadkalari esa idishini zaryadkasi mana ancha bir haftadan beri ishlatganim yo'q, lekin turibdi. Bir hafta, 2 haftadan beri oshqozon vaqtidan beri turibdi. Zaryadkasi idishini o'ziniki uzoqroq yetadi. O'yinga kelib zaryadkasi kelgan bo'lsa, zaryadkasi yo'q haqiqatan, lekin narxiga yarasha zaryadkalari yo'q. Ishlatishimiz mumkin, o'yin uchun bemalol yarab beradi. Zaryadkalari shunaqa idishini o'zi bir haftacha 3-4 kunga yetsin deylik. Ya'ni ishlatadigan bo'lsa 3-4 kunga idishini o'zi yetadi. Ishlatib qo'shiq eshitib yurganimizda esa 2 kun, 1 kungacha yetib beradi zaryadkasi. 1 kun bemalol kun davomida ishlatib yursak, to'xtatib yursak 1 kunga yetib beradi zaryadkasi. Oxirgi tavsiya qiladiganim shunisi. Endi bu o'zim oldin chiqqan
iPods original iPods Pro'larga yetmaydi, to'g'ri. iPhone haqiqiy original iPods Pro'larga yetmaydi. Ular zaryadkalar albatta bir kun davomida ishlatib yursanglar ularga yetadi, lekin haqiqiy originalga yetmaydi. Mana buni lekin oxirgi shu tavsiya qiladiganimiz, mana shularni tavsiya qilib, sizlarga shunaqa vakuumli va bez vakuum variantlarini tavsiya qilamiz. Sizlar uchun o'yin uchun bemalol zadishkasiz o'ynasangiz bo'ladi. Haqiqat hech qancha farq qilmaydi. O'ta professional bo'lsanglar, albatta qimmatroq haqiqiy original iPods Pro'larni sotib olishni tavsiya qilaman, lekin boshlang'ich havaskor bo'lsanglar, bular sizlar uchun bemalol xizmat qilib beradi. Do'stlar, barcha AirPods'larni sizlarga obzor qilib berdim. Sotiladigan AirPods'lar barchasi sizlarda ko'pchilik bozorlarda ham ko'rgansizlar, har xil do'konlarda, marketlarda, malika, boshqa bozorlarda ko'rgansizlar, do'konlarda. Mana bunisini o'zim 1 yildan ko'proq vaqt oldin, 2 yil bo'lgan olganimga haligacha xizmat qiladi. O'yin uchun ham bezlatishga bular birga bir kuch ko'payasi. AirPods haqiqiy Apple AirPods'dan birga bir kuch ko'payasi. 220 mingdan oshiqroqqa sotiladi. Oldin sotilgan, hozir bundan qimmatroq bo'lishi mumkin. Mana shular ham ko'proq PUBG Mobile o'yinlari, boshqa Call of Duty o'yinlari uchun ham zadishkasi yetib boradi va o'yinlarda ovozi shunaqa narxda ko'radigan bo'lsalar yoki 300 mingdan oshiqroq ko'radigan bo'lsalar, shunaqa narxda ham sizlarga qulay bunaqa narxda oladigan bo'lsalar, zadishkasi o'yin uchun bemalol asqotadi bunaqa AirPods'lar. Hozir shu AirPods'larimiz albatta original iPhone AirPods'larga, AirPods Pro'larga yetmaydi. Originalni oladigan bo'lsa, albatta ular biroz qimmatroq bo'ladi. 200-300 biroz sancha bitta telefon narxi ham bo'lishi mumkin. iPhone 10 modellarda deyarli narxiga to'g'ri keladi. Hozircha shunaqa gaplar do'stlar. Albatta video sizlarga yoqib, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta bitta like bosib turib, kommentariyga fikr izohlaringizni yozib qoldirib keting. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz.